Assalomu alaykum. Hurmatli Farg'ona tumani fuqarolari va mehmonlari. Bugungi kunda tumanimizda huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashda har bir mahalla kesimida jinoyatchilikni sababini aniqlash va ularni bartaraf etishda, huquqbuzarliklarning ijtimoiy profilaktikasini ta'minlashda hamda xavfsiz hudud tamoyili asosida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda tumanimiz hududidagi 5 oy yakuni bo'yicha jinoyatchilik va huquqbuzarlik ahvoli haqida axborot bersam. Tumanimiz hududida jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida olib borilgan manzilli chora-tadbirlar natijasida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 85 tadan 73 taga kamayishiga erishildi. Jumladan, jinoyat turlari bo'yicha firibgarlik 7 ta, bezorilik 5 ta, tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar 12 ta, voyaga yetmaganlar tomonidan 3 ta, yoshlar tomonidan 19 ta, ayollar tomonidan 1 ta jinoyatlar sodir etildi. Sodir etilgan 32 ta o'g'rilikning 3 tasi chorva hayvonlari, 2 tasi savdo shoxobchalaridan, 1 tasi velosiped, 7 tasi telefon o'g'riligi bo'lib, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan chorva hayvonlari, velosiped va telefon apparatlari topilib fuqarolarga qaytarilishiga erishildi. Shu bois fuqarolarimiz o'z mulkini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasligini, o'g'rilik jinoyat qurboniga aylanmasliklari uchun mulklarini xavfsiz joyda saqlashiga va qimmatbaho buyumlarini jamoat joylarida unutib qoldirmasliklarini so'rayman. Mahallada xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish borasida tizimli va izchil chora-tadbirlar olib borilganligi natijasida joriy yilning 5 oyi davomida tumanimizdagi 71 ta mahallalarning 3 tasida jinoyat oshgan, 16 tasida jinoyat kamaygan bo'lsa, 53 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Tumanimiz aholisi qonun ustuvorligini ta'minlash va jinoyatchilikni jilovlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning birgina misoli davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1 sonli qarori qabul qilindi. Qaror ijrosi bo'yicha tumanimiz hududidagi har bir mahallada xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning 263 tasi muammolari hal etish choralari ko'rildi. Joriy yilning 5 oyida 4790 ta fuqarolar tomonidan ariza va xabarlar kelib tushgan. Shundan 330 tasi murojaatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. 3024 tasi bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etilib, 624 tasi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yuborildi. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning jami 1 milliard 56 million so'm va 83280 AQSh dollari miqdoridagi pullarni o'ndirishda amaliy yordam so'rab qilgan murojaatlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan fuqarolarning jami 546 million 861 ming so'm va 78180 AQSh dollari miqdoridagi pullarni o'ndirib berishga erishildi. Bugungi kunda tumanimizdagi 71 ta mahallalarning har birida mahalla Telegram kanallari mavjud. Sizlardan iltimos, ushbu Telegram kanallariga a'zo bo'lsangiz, biz sizlarga bugungi kundagi jinoyatchilik ahvoli, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning yangicha turlari, ulardan himoyalanish, giyohvandlik, odam savdosi va boshqa illatlarga qarshi kurash bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Shu o'rinda hurmatli fuqarolarimizdan ogoh bo'lishlarini, oilasi, yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari orasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda jonbozlik ko'rsatishlarini so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.